Okey, bugun sizlar xohlaganinglardek horror video bo'ladi. Bu videoda biz serverlarda juda ko'pchilikni qo'rqitgan ikkita creepypasta haqida gaplashamiz. Qani videoni boshladik. Xullas 3 ta betahorat o'yinchilar serverga kirib o'zlaricha mazza qilib Minecraft o'ynashmoqchi edi, lekin ularning oldinda juda ham dahshatli narsalar kutib turganini bilmas edi. O'zlarining binoida uylari ham bor ekan. To'g'risini aytaman, uylariga gap so'z bo'lishi mumkin emas. Noma'lum sabablarga ko'ra o'yinchining sherigi serverdan tark etishga majbur bo'ldi. O'yinchilar esa vijvaniya qilishni davom etardi va shu payt o'yinga akkaunt 671 o'yinga kirib, yana chiqib ketadi. O'yinchilar esa hayron qolishadi, chunki ularning bunaqa tanishi yo'q edi va atrofga qarashadi. Lekin serverda hozircha hammasi joyida edi. Ular mazza qilib issiqqina pechkani yonida suhbatlashar edi. Mana nihoyat kech ham tushdi va o'yinga yana akkaunt 671 qo'shiladi. Hey do'stim, u yana o'yinga qo'shildi. Ha, yana? U kim bo'ldi o'zi? Hey, sen kimsan o'zi? Do'stim, menimcha u bizni eshitmayapti. Boyadan beri bizga javob qaytargani yo'q. U shunchaki o'yinga kirib yotibdi. Mana yana o'yinni tark etdi. Va ularning sherigi yana o'yinga qaytdi. Esinglarda bo'lsa, boya chiqib ketgan sherigi yana o'yinga qaytdi. Nihoyat qaytding. Bizda juda ham g'alati narsalar sodir bo'lyapti. Mana shu joyga yaxshilab e'tibor beringlar. 671 yana o'yinga qo'shildi va o'yinchini qo'rqitishga harakat qildi. Lekin u yo'qolib qoldi. Baribir uni quvib yeta olmadi. Va kech tushganida esa 671 ularning uyini atrofida aylanib yurganini ko'rishdi. Gazdan keldi, gazni pulini bering. Gazdan keldi, ona. Akkaunt 671 o'yinchilar oldiga to'g'ri kirib, ular bilan xora-xol so'rashib va o'zidan qandaydir g'alati raqamlarni qoldirib ketib qoladi. O'yinchi esa uni topa olmay qoladi. Keyin birdaniga 671 muz o'rtasida paydo bo'lib, ularni xuddi yoniga chaqirganday turib oladi. O'yinchilar 671 ko'zdan kechirishadi, lekin baribir bu o'yinchida nimadir borligini sezishadi. Xuddi bu o'yinchiga ham o'xshamasdi. Keyin 671 ga bularni turqi yoqmagani uchun muzi tagiga bularni tortib ketishadi. Mana bu o'yinchi esa panikaga tushib, uyga qarab chopib ketadi. Pamperslarni almashtirib bo'lgandan keyin o'zini sheriklarini kuta boshlaydi, lekin ular kelishmaydi. U sheriklarni qidira boshlaydi, lekin ularni topa olmaydi va u eshikni ochib tashqariga qaraganda 671 yo'q bo'ladi va u ortiga qaraganida esa Beraki. o'yinchi do'stlari bilan serverda o'ynayotganida va uy atrofini ko'zdan kechirdi, lekin o'yinchi o'zining sheriklarini topa olmay